Hi everyone, welcome to our speaking lessons. Today's second unit is related to introduction. Assalomu alaykum barchaga. Speaking ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsda tanishtiruv qismini o'rganib chiqamiz. Introduction o'zbek tilida tanishtirmoq deb tarjima qilinadi. Bilamizki, tanishtiruvni boshlashdan avval biz salomlashishni o'rganib olishimiz kerak. Salomlashish ingliz tilida 3 turga bo'linadi, ya'ni siz kun vaqtiga qarab salomlashishlardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Agar ertalab xayrli tong demoqchi bo'lsangiz, good morning so'zidan foydalanasiz. Takrorlayman, good morning. Agar xayrli kun demoqchi bo'lsangiz, good afternoon. Takrorlayman, good afternoon. Xayrli kun. Agar xayrli kech demoqchi bo'lsangiz, ya'ni kechki vaqtda salomlashmoqchi bo'lsangiz, good evening so'zidan foydalanasiz. Takrorlayman, good evening. Demak, kun mahallariga qarab biz 3 xil salomlashdan foydalansak bo'lar ekan. Takrorlab o'tamiz. Good morning, good afternoon, good evening. Agar siz do'stlaringizga yoki tanishlaringizga salom bermoqchi bo'lsangiz, shunchaki hi, hey, hello so'zlaridan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Takrorlab o'taman. Hi, hello, hey. Tanishtiruv qismini boshlashdan avval albatta hol-ahvol so'ramoqchi bo'lsangiz, ya'ni ahvollaringiz qanday so'rog'i how are you tarzida beriladi. Takrorlayman, how are you. Siz how are you tarzida emas, balki ularni qo'shgan holatda talaffuz qilishingiz to'g'ri bo'ladi. How are you? How are you? Ahvolingiz qanday ma'nosini siz yana ikki xil usulda ifodalashingiz mumkin bo'ladi. Birinchisi how is everything yoki how is it going. Takrorlayman, how is everything or how is it going. Bu ikkita savol ishlaring qanday, joyidami degan ma'noda ham tarjima qilinadi. Agar siz bu savollarga plus, ya'ni pozitiv javob bermoqchi bo'lsangiz, quyidagi birikmalardan foydalanasiz. I am fine, thank you. Everything is good. Not bad. Normal as usual. Keling, bu birikmalarni tarjimasiga e'tibor beramiz. I am fine, thank you. Men yaxshiman, rahmat. Everything is great. Hammasi joyida. Not bad. Yomon emas. Normal as usual. Odatdagidek. Siz bu birikmalardan foydalanib, pozitiv, ya'ni plus holatda javob berishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz negativ, ya'ni minus holatda javob bermoqchi bo'lsangiz, unchalik yaxshi emas yoki yomon holatda javob bermoqchi bo'lsangiz, quyidagi birikmalardan foydalanasiz. Not too good. Under the weather. I feel awful. Keling, bu birikmalarni birma-bir tarjima qilib olamiz. Not too good, unchalik ham yaxshi emas. Under the weather, bu birikma hisoblanadi va o'zingizni yomon his qilgan paytingizda bu birikmadan foydalanib javob berishingiz mumkin bo'ladi. I feel awful, men o'zimni juda ham yomon his qilyapman ma'nosini beradi. Agar siz kimdandir o'zingizni tanishtira olasizmi deb so'ramoqchi bo'lsangiz, can you introduce yourself savolidan foydalanasiz. Takrorlayman, can you introduce yourself yoki can you speak about yourself birikmasidan ham foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Speak about yourself esa o'zingiz haqingizda gapiring ma'nosini beradi. Can you introduce yourself savoliga yes I can yoki no I can't holatida qisqa javob berishingiz yetarli bo'ladi. Ko'pchilikka ma'lumki, agar siz kimdandir ismini so'ramoqchi bo'lsangiz, what's your name savolidan foydalanasiz. Agar familiyasini so'ramoqchi bo'lsangiz, what's your surname yoki what's your family name savollaridan foydalanish to'g'ri bo'ladi. Javob berishda esa so'roqda foydalanilgan so'zdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, what's your name da name so'zidan foydalaniladi. Siz javob berayotganingizda ham mana shu so'zdan foydalanasiz. Surname or family name deb berilgan bo'lsa, siz my family name is yoki my surname is holatida javob berishingiz mumkin bo'ladi. Manzil so'rashda esa siz 3 ta savoldan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Siz agar kimdandir umumiy davlatini so'ramoqchi bo'lsangiz, ya'ni siz qayerdansiz deb so'ramoqchi bo'lsangiz, where are you from savolidan foydalanasiz. Agar to'liq manzilni olmoqchi bo'lsangiz, where do you live? I live in Tashkent. What's your address? My address is holatida javob berishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz O'zbekistondanmisiz yoki siz Londondanmisiz deb savol bermoqchi bo'lsangiz, are you from Uzbekistan savolidan foydalanishingiz to'g'ri bo'ladi. Bu savolga javob berish esa yes I am yoki no I am not holatida beriladi. Agar kimdandir to'g'ridan-to'g'ri how old are you, ya'ni yoshingiz nechida deb so'ramoqchi bo'lmasangiz, can I know your age so'rog'idan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni yoshingizni bilsam bo'ladimi? Can I know your age? Va bu savolga ha albatta deb javob bermoqchi bo'lsangiz, yes of course so'zidan foydalanasiz.
Va agar siz suhbatni yakunlamoqchi bo'lsangiz, men siz bilan tanishganimdan xursandman deyish uchun nice to meet you birikmasidan foydalanasiz. Agar men ham siz bilan tanishganimdan xursandman deb to'liq javob bermoqchi bo'lsangiz, nice to meet you too birikmasidan foydalanasiz. Yoki shunchaki men ham demoqchi bo'lsangiz, me too birikmasini ishlatish yetarli bo'ladi. Bilamizki, suhbat davomida turli xil savollardan va javoblardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Mana shu savol-javoblar to'liq shaklda quyidagi worksheetda berib o'tilgan. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. Video so'ngida sizga worksheet berib o'tiladi. Mana shu worksheetni to'ldirish orqali siz o'zingiz haqingizda ingliz tilida bemalol gapirishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.